Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 3-may 2026-yil. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva mol bozorida. Xudo xolasa video obzorlar qilib beramiz. Xudo xolasa bo'zalarimizdan boshladik. Hoji tog'a, nech puldan deyapsiz bular? 2,5 kami bor. 12,5 million so'mdan kami bor akalar. Xudo xolasa. Bugun bozorimiz ajoyib bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Savdo qilishdimi? Nech puldan so'rashdi? 11,5 million so'mdan so'rashibdi. Xudo xolasa telefon nomerlarini olamiz, agar aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlari aytilaveradimi? 91lik 130 4803 aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa qora xunachilar so'raganlardan akalar bugun videoni zo'rlarini qilib beramiz. Xudo xolasa. Nech puldan deyapsiz? 11 milliondan kami bor. So'rashdimi? 9,5 million so'mdan so'rashyapti. Qora xunachilar, xudo xolasa. Telefon nomerlari aytilaveradimi agar? 95lik 587 74 ga aloqaga chiqaramiz akalar, xudo xolasa. Xudo xolasa jup so'raganlarga xudo xolasa mana shu bo'zagan bitta joyga ketadi deydiganlarga akalar hozir video obzorini qilib beramiz. Nech puldan deyapsiz bularda? 12,5 dan narx aytayapti. 12,5 million so'mdan qo'yiq suyuq akalar. Savdo qilishdimi? Nech puldan? 11,5 dan pul berishyapti. 11,5 dan bursigacha. 10 million 600 ming. 10 million 600 ming so'm. Telefon nomerlari aytilaveradimi? Ayting. 93lik 574 74 aloqaga chiqaramiz akalar, xudo xolasa. Pasiyanli bo'zak bo'ladi. Xudo xolasa, Eston bo'zak so'raganlarga aka nech pul deyapsiz buni? 13 million. So'rashdimi? Nech pul so'rashdi? Bozor. Qilganini aytavering. Akalar, xudo xolasa 12,5 million so'm Eston bo'zagimiz so'rashibdi akalar. Xudo xolasa dehqon akamiz. Nech pul aka, qaysi biri savdo bo'lyapti? 24 ming 100 berdim. 24 qilagan 100 ming anavilarni berdim. 24 million 100 ming so'm ekoviga. Xudo xolasa ola qora bo'zalarimizga mana keldik, xudo xolasa. Bu bo'zagimiz nech pulga boribdi hoji aka? Hozir 13,5 13,5 million so'm. Narxi o'zi nech pul aytyapsiz? 16 kami bor. 16 million so'm kami bor deyapti. 5 oylik bo'zak. Bunisi aka qorasi. Qoraga nech pul deyapsiz? Nech pul qilishyapti? 13,2. Xudo xolasa nech pul deyapsiz? 15 kami bor deyapti. 15 million so'm kami bor. Xudo xolasa akalar ola bo'zagimiz. Xudo xolasa 13,5 million so'm baho aytyapti ekan. Xudo xolasa hozir savdosini ham bilib beramiz. So'rashdimi aka buni? 12,5 million so'm so'rashdi akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaramiz. Xudo xolasa katta xonajin so'raganlarga e'tiborlari zo'r. Xolasa so'yaman, xolasa baqaman deydigan akalar uchun. Mana bunisi aka nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi bu? Arqam bor-a? Nech pul bo'ldi qora akam? 18 million so'm qorasi. Bu hozirgi video qilayotganimiz aka nech pulga bordi? Nech pulga? 18 million. 18 million. Narx aytyapsizmi 18 yo? 18 berishyapti. 18 beringlar deyapti. 19 million so'm deyapti. Kami bor ekan. Pasiyanli bo'ladimi? Telefon nomeri aytaveringlar. Ayting. 91lik 125 2513. Xudo xolasa so'ygani bo'lsa so'raverasizlar akalar shu akadan. Xudo xolasa akalar shved so'raganlarga. Aka bo'g'ozmi bular qismi? Jumonda akalar. Xudo xolasa. O qorasi ham bor ekan, e'tiborlari zo'r akalar. Ko'rib, aka nech puldan deyapsiz bular? Buni 21 million, narigisini 20 million. 21 millionu 20 million so'm deyapti. Savdo qilishdimi aka? 18 million 216 18 million 200, 16 million 200 ming so'm. Telefon nomerlari aytilgan 434 93lik 434 1732. Aloqaga chiqaramiz akalar. Pasiyanli bo'zaklar bo'ladi, bo'g'oz bo'zaklar bo'ladi. Akalar, xudo xolasa qisir son agar so'raydiganlarga akalar, xudo xolasa mana e'tiborlari ham zo'r. Aka nech pul deyapsiz buni? 25 million. 25 million so'm. Nech pul qilishdi?
19 qilishdi. 19 million so'm qilishyapti. 19 million so'mga ichak aka. Xudo xolasa shved xunajim bo'g'oz so'raganlarga akalar, e'tiborshlaringiz zo'r, tanijonlari sog'lom akalar. Xudo xolasa. Nech pul deyapsan? 35 kami bor. 35 million so'm kam bor, o'zimni jiyanim bo'g'ozi. Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz, xudo xolasa. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon nomeringni 50 50 666 666 2922. 2922. Xudo xolasa jiyanimga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa shved ham ko'raverasizlar. Akalar, xudo xolasa yana shved bo'g'oz so'rayman deganlarga akalar, xudo xolasa mana aka necha oylik bo'g'oz bu? 8 oy to'ldi. 8 oylik to'ldi. Nech pul deyapsiz? 30 million deyapti. 30 million so'm deyapti. Savdo qilishdimi? 20 million qilyapti. Nech pul? 21. 21 million so'm akalar bu yerda savdosi bo'lyapti ekan. Xudo xolasa qiziqqanlar nima qilaveramiz. Xudo xolasa ola qora bo'g'oz so'rayman deganlarga akalar, xudo xolasa necha oylik bo'g'oz hojaga? 7 oylik. 7 oylik nech pul deyapsiz? 25 million kami bor, 5 metr usti bor, 4 million. Mana savdo qilishdimi? 21,5. 21,5 million so'm savdo qilishdi akalar. Xudo xolasa. Xudo xolasa shved so'rayman deganlarga akalar mana savdosi ham bo'lib turibdi. Bugun bozor gavjum, xudo xolasa. Nech puldaniga bordi aka bu ikkovi? 23,5 ga 24. Akalar, xudo xolasa ola qora shved so'raganlarga pasiyanli bo'ladi. Telefon nomeri aytilaveradimi, ayting. Vallahi akalar, xudo xolasa bozorlarni ko'rib, like'lar bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa endi yana bola sigirga o'tamiz akalar. Akalar, xudo xolasa sigir bozoridamiz. Xudo xolasa bir boshdan narx-navolar. Xudo xolasa akalar yana bola sigirlar narx-navosini surishtirishni boshladik. Bittadan like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Aka nech pulga bordi, nech pul deyapsiz? 25 million deyapmiz aka. Aha. 21 million, 21,5 million qilyapti aka. Suti nechta aka? 10 tadan olsa 10 ta hisobini qilsin. 10 ta sutga olinglar deyapti. 25 million so'm kam bor. 21,5 million so'm savdosi bo'ldi deyapti akalar. Xudo xolasa bularning suti ham o'zi yog'li, zo'r bo'ladi akalar. Qiziqqanlar uchun telefon nomer 77 311 311 6009. 6009. Xudo xolasa akalar, ikkinchi qora molimiz. Xudo xolasa aka birinchi tug'ishi, birinchi tug'ishi. Xudo xolasa bolasi nima? Unajin. Nech pul deyapsiz aka? 26 million so'm deyapti. Nechta suti bor aka? 6 litr. Savdo qilishdimi aka? Nech pul savdo qilishdi? 22,5. Telefon nomerlari aytilaveradimi? 77 311 6009. Demak, aka bilan bir xil joyda akalar aloqaga chiqaveramiz. Akalar 46,5 million so'mga sotilibdi, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa qalbi ham oq, to'ni ham oq bo'lsin deganlar uchun akalar, xudo xolasa Farg'ona viloyati Quva tumanida yana bo'ladamiz akalar. Xudo xolasa idishlariga ham e'tibor bering. Xudo xolasa. Narxini nech pul deyapsiz? 28 million so'm. Savdosiga bordimi? 24 million so'm. Xudo xolasa telefon nomerlari aytilaveradimi? 90 780 25 00. Akalar, xudo xolasa aloqaga chiqaveramiz. Akada pastiyanli sigirlar bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar, keyingi qora molimiz xudo xolasa mana yaxshilab ko'rsatib beray sizlarga. Keyin aloqaga chiqaverasizlar. Nech pul deyapsiz? 25 million deyapman. 25 million so'mga o'z kami bor ekan. Savdo qilishdimi? Savdo hozir 22 million 400 ming. 22 million 400 ming so'm. Necha litr suti bor? 6 litr. 6 litr suti bor akalar. Telefon nomeri aytilaveradimi? O'zingizga sanab qo'ying. O'zingizga mashinga chiqaring. Bo'laveradi. O'zimni nomerimga chiqaverasizlar, men tog'a bilan bog'lab beraman akalar. Xudo xolasa.
Akalar xudo xolasa ola qora sigir so'raganlarimizga aka nechi pul deyapsiz? 30 million so'm. Savdo qilishdimi? 26 million so'm savdo qilishyapti. 12 litr suti bor akalar. Mana bolasi novvoscha bo'lsa kerak. O'najin ekan akalar. Xudo xolasa. Akalar yosh. Akalar xudo xolasa keyingi ola qora sigirimiz. Akalar so'raganlar uchun mana idishlari bolasi. Nechi pul deyilyapti? Narxi 27. 27 million so'm. Savdo qilishdimi? Nechi pul savdo qilishdi? 23 million so'm. Pasiyani sigir bo'ladi. Telefon nomerlarini no'radimi? 90 lik 583 33 31. Akalar 8 ta sutga berilaverar ekan. Akalar sosasiga ham e'tibor beringlar. Keyingi xudo xolasa qora shahzodamiz akalar. Xudo xolasa bolasi Novvos. Akalar xudo xolasa mana birinchi bolasi. Yosh xonajincha. Aka nechi pul deyapsiz buni? 28 milyon kami bor. 28 million so'm bolasi Novvoscha. Bolani ham ko'ring. Nechi pul qilishdi aka? 26 milyon qilishdi. 26 million so'm akalar. Necha litr suti bor? 5 litr yo'sa 7 litr. 5 litr sutga olsin deyapti, 7 litr suti bor ekan akalar. Telefon nomerini no'radimi? Ayting. 93lik 93lik 808 52 808 52 48. 48. Akalar xudo xolasa aloqaga chiqaramiz. Pasiyani sigir bo'ladi. Akalar xudo xolasa uzoqlashmanglar. Yana Quvamal bozorining keyingi haftalarga video obzorlarini qilib beramiz. Xudo xolasa bittadan like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yinglar.